O'zbekiston Kolumbiya o'yinidagi eng alamli 3 ta xato. Buni ko'rib asabingiz buzilishi aniq. Birinchi xato 40-daqiqa. Markazdan uzatilgan bittagina oddiy vertikal pas Husanov, Ashurmatov va Abdullayevdan iborat butun boshli mudofaa chizig'imizni shunchaki kesib o'tdi. Daniel Munis esa bo'sh qolgan zonadan unumli foydalanib hisobni ochdi. 60-daqiqada Bosbek Fayzullayev hisobni tenglashtirdi. Jamoa ruhlanib oldinga intildi, ammo fojia aynan mana shu joyda boshlandi. Ikkinchi xato 65-daqiqa. Maydon markazidagi out. Eldor Shomurodov to'pni qabul qilishda suskashlikka yo'l qo'ydi. Biznikilar hujumiga o'tib ketgani uchun orqada ulkan ochiq zonalar qolgandi. Gustavo Puerta Luis Diazni birga-bir qochirdi. Diazning zarbasini qaytarishda esa O'tkir Yusupov texnik xatoga yo'l qo'ydi va to'pni qo'l ostidan o'tkazib yubordi. Uchinchi xato 99-daqiqa. Zaxiradan tushgan Jahongir O'rozov qanotda raqibiga sof jismoniy kurashni boy berdi. Markaziy himoyachilarimiz esa uzoq ustunda Kampazni butunlay nazoratdan chetda qoldirishdi. Natija sharmandali 3-gol. Eng alamli joyi esa maydondagi xatolar emas, o'yindan keyingi holat bo'ldi. Mag'lubiyatdan so'ng kiyinish xonasida futbolchilar o'rtasida qanday bahs bo'lgani haqida hozirgina yopiq ma'lumotlar chiqdi. Aynan qaysi futbolchilar bir-birini ayblagani va murabbiy nima degani haqidagi to'liq insightni Telegram kanalimizga yozib qoldirdim. Telegram kanal profil biosida. Xulosa shuki, O'zbekiston gol urgandan so'ng jamoa hissiyotga berilib, himoyani esdan chiqardi. Hamma oldinga yugurib, orqani ochiq qoldirdi va eng oddiy bolalarcha xatolar sabab mag'lub bo'ldi.